Homilador bo'la olmaslikning eng katta sabablaridan biri bu stress. Qachon ayolda stress kuzatiladi? Organizmda ayolda vaqtida uxlab tura olmaganligi sababli kortizol miqdori oshib ketadi. Bu kortizol esa eng katta stressga sabab bo'luvchi gormonlarimizdan biri hisoblanadi. Ayollar vitaminlarga to'yinmaydi. Vitamin D, yod, omega vitaminlarni qabul qilmaydi. Ovqatdan ham и vitamin sifatida ham. Mana shu sababli ham stress kuchayadi va ayniqsa o'zbek ayollarimizga xos bo'lgan xususiyat o'ziga ko'p mas'uliyat oladi. Bir vaqtning o'zida ham bola, ham onalik, ham uy ro'zg'or, ham qaynona qaynota. Bu holatda ham organizmda stress oshib ketadi. Men bu holatni qoralamoqchi emasman, lekin insonda jiddiy muammolar kuzatilishidan oldin mana shu holatlarga e'tibor berish kerak. Ayolda aybdorlik hissi kuchayib ketadi. Hamma narsaga, har bitta voqeaga o'zini aybdorman deb hisoblaydi va o'zini haddan ortiq yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi. Bu ham bilinmagan holatda stressni organizmda oshib ketishiga sabab bo'ladi.